Mana bugun 2025-yilning 12-iyun sanamiz. Mana kovragimizga 20 kun bo'ldi. 20-mayda yopilgandi. 20 kun mana vaqt o'tdi. Mana endi kovragimiz ochish jarayoni. Olamiz. Kovragimiz ochildi. Ildizimiz mana endi mana cho'tka bilan cho'tkalaymiz mana. Yaxshilab cho'tkalaymiz mana. Cho'tkalangandan keyin kovraglarimiz qizarishni boshlagan mana. Qizarishni boshlagan, yaxshi pishganda, yaxshi dimda olgan. 20 kun bo'ldi mana. Endi kardonlaymiz mana. Kardonda mana holatga bukib olamiz mana. Bukamiz. Bukib mana ildizimiz. Mana qizargan holatda yana aytib o'taman. Qizarib qoladi. Qizargan holati bu yaxshi. Ertaga pichoq teggandan keyin ham ozgina kesganingizdan birdan shiradana qaydash yaxshi bo'ladi. Mana kardonlaymiz. Tizimiz ikki tomoniga, mana yon tomoniga kesakchasidan qo'yamiz mana. Shu holatda kardonlanadi. Kardonlanish jarayoni bu. Xudo xolasa birinchi kesimni ham video qilib ko'rsatib o'tamiz. Yana 1-2 kun ichiga ularni video qilib ko'rsatib tashlab o'taman YouTube kanalimizga.